Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mebelchi bolalar obunachilari. Bugungi obzorimizda spangan turimiz, stenkamiz, ikkita yaka devorlarimiz, jup sonliq javonimiz, perexoshkamiz, obzorlarni chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Like, podpiska, shunaqa mebel oqtab yurgan tanishlarga jo'natib berish esdan chiqmasin. Desa qo'llab-quvvatlasalaring, Ponni vodiy bo'ylab, Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'ylab ishlatilma ekan mebellar bo'lsa olamiz. Aloqaga chiqishlaring mumkin. Ekrandagi nomerlarga boshida aytib o'tib ketamiz. Xo'p, stengamizdan boshlaymiz. Stengamizni o'ta ideal holatda, kalyonni ayninglar birlik qo'yib bergan, noyob, cho'rnidan holatlar zo'r holatda turibdi. Tiniq holatda ichki holatlari. Ashi ideal holatda. Tog'alaringizga pastini ham ko'rsatib bering. Past ko'pchilik e'tibor bersa, prostoy hidib qoqiladi. Bizda gulli qoqilgan. Holatlar zo'r. Gullarni atroflarini, chaqa-chiqa joylari, bunaqa alishgan, singan, netgan joylari yo'q. Xudo xolasa hamma yo'q radniy holatda. Bu narxga keladigan bo'lsa, buni obunachilarga 3 million so'm dastavka, ustanovka mutlaqo bepul, vodiy bo'ylab. Xo'p, keyingi stengamiz ichki holatlari va shu tiniq, ideal holatda turibdi. Bir dona aybi bor. Qolgan yog'i va shu tiniq, avanni aynaklari, holatlari zo'r. Tiniq holatda. E'tibor berishsa, buni yosh bolalar uchun tipona qo'yib qo'yilgan ekan. Tiniq holat. Bir dona aybi bor, shu o'zimiz aybimiz bilan mana shu ozgina trishina tushib qoldi aynaga. Shu trishina tushib qolgan sababli o'zi buni 2 million so'm, 2 million 200 ming so'm qo'yamiz planlayapti, deb 1,5 million so'm shu aynani o'ziga shuncha skidka qilib bordik. 1,5 million so'm vodiy bo'ylab dastavka, ustanovka mutlaqo bepul. Xo'p, keyingisi spangan turimiz, holatlari tiniq holatda. Ichlari zo'r. E'tibor berishayotgan bo'lsa, trimosi standartdan ko'ra kattaroq. Zakazga qildirilgan. Bu egalar tomonidan jicha be'tibor bo'lingan shekilli, bunga yo dog' to'kilgan, yo issiq narsa qo'yib berishgan. Laktivga chiqib qopti. Buni ketkizalmadik. Xo'p, 3 eshikli kupe. Ko'pchilik so'rayapti. Murskoy, jenskiy talablari bor. Ikki tomonda o'rtasi polka. Ichki holatlar va shu tiniq turibdi. Ko'pchilik so'rayapti bu nima deydi, kupelikdan. Matraslar yangi, oqshom matras. Vermantillarga ahamiyat berib berishadi. Vermantillar o'ta sotki. Sulagan, netgan, tilingan joylari yo'q. Tumbasi ikkita, nari yoniga sig'maganligi uchun bu tomonga qo'ydik. Holatlari zo'r. Tayi ham bitta butun senlik. E'tibor bersa, ularning joyi yo'q. Bitta butun. Zo'r holatda turibdi. Bu biz obunachilarimizga vodiy bo'ylab dastavka ustanov mutlaqo bepul aytib o'tganimizda 4 million 200 ming so'm narxi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, xarid qilishlaring mumkin. Ikkita yaka divanimiz, rossiyskiy, matraslar zavodskiy o'ziniki, ustiga qoplab berilgan, holatlari zo'r holatda turibdi. Xo'p, bu narxga keladigan bo'lsa, obunachilarga 700 ming so'm. Xo'p, Trimoyimiz holati zo'r, tiniq holatda turibdi. Aynalarda trishinalari yo'q, ichki holatlari zo'r, o'zini radnoy, oshqo'moshqalari, roliklari o'ziniki radnoy. Tiniq zo'r turibdi. Bu narxga keladigan bo'lsa, buni biz obunachilarga 400 ming so'm narxi. Perexoshkamiz, hozirning aybi bor. Lekin o'sha aybiga yarasha puli zo'r. Ichki holatlari yaxshi turibdi. Tevada zo'r turibdi ichki holatlari ham. Xo'p, bu narxga keladigan bo'lsa, bu 200 ming so'm. Endi bonusimiz bor. Ikkita yaka deyman olgan odamga 700 ming so'mga xarid qilsa, perexoshka bonus. Xo'p, javonimiz, qulflarni yangi qo'yganmiz, ishlaydi. Qulflari zo'r turibdi. Tiniq holatda. Bu narxga keladigan bo'lsa, buni 300 ming so'm. 100% taxta, oldi MDF, kirashini. Qiziqqanlar bo'lsa 300 ming so'm bu narxi. Endi bu yerda bir zub bor. Komplekt. Shogirdlar qo'li qisib, qulflarni buzib bermasa bo'ldi, to sotilguncha. Tiniq holatda turibdi.
zo'r holatda ichish hozirda. Bu narxga keladigan bo'lsa, buni biz obunachilarga 800 ming so'm. Donaga sotilmaydi, shunday komplet. Buni e'tibor berishayotgan bo'lsa, yangisi 2 million 200 ming so'm qo'yishyapti. Biz obunachilarga 800 ming so'm. Jupi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib xarid qilishlari mumkin. Qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Vodiy bo'ylab, Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'ylab eski mebellar sotib olamiz. Shu ekrandagi nomerlarda Telegram kanallarimiz bor. O'ta obuna bo'lishlari mumkin. Shu telefon qilishsa, tusharishmasa, boshqa qilishmasa, sirasi Telegramdan tashlatsa, eski mebellarning narxlarini sirasi qo'yib, o'zimiz aytamiz. Kelishilgan holatda o'zimiz borib, chachib yig'ishtirib olib ketamiz. Hammaga rahmat, like, podpiska esdan chiqmasin. Shunaqa mebel o'qtab yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar.